Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda React uchun dasturlash muhitini sozlash va Vite orqali React loyiha yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda bizga kod yozish uchun VS Code kerak bo'ladi. Siz VS Code o'rniga boshqa alternativlar, misol uchun WebStormdan foydalanishingiz mumkin. Va Node.js.org sayti orqali Node.js serverda JavaScript kod yozish imkonini beradi. Node.jsni quyidagi tugmani bosish orqali yuklab olamiz. Kerakli faylni tanlaymiz va yuklash boshlandi. Loyihamizni yaratish uchun Vite'dan foydalanamiz. Buning uchun loyihani yaratmoqchi bo'lgan papkamizni terminalda ochamiz va npm create vite kuchukcha latest buyrug'ini yozamiz. Bu yerda npm Node.js o'rnatilganda birgalikda o'rnatiladi va bu Node.js uchun standart paketlar menejeri. U loyihaga kerakli bo'lgan paketlar va kutubxonalarni o'rnatish, yangilash va boshqarish imkonini beradi. Quyidagi komandani yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Bu bizdan loyiha nomini so'raydi. Biz bu kurs davomida onlayn magazin qilganligimiz uchun loyiha nomini online shop deb nomlaymiz. Va bizga qaysi framework tanlash imkoniyatini beradi. Biz bundan React'ni tanlaymiz. TypeScript va JavaScriptlardan JavaScript variantini tanlaymiz. Mana, Vite uchun React loyihaga kerak bo'ladigan fayl va papkalarni yaratib oldik. Endi online shop faylimizni VS Code'da ochamiz. Loyiha turgan papkani ham VS Code'da ochib oldik. Endi kerakli fayllar bilan birma-bir tanishamiz. Birinchisi public. Bu papkachadagi fayllar kodni serverga yuklashga tayyorlash jarayonida qayta ishlanmaydi va barcha ko'chirib qo'yiladi. Ikkinchisi source. Bu papkada loyiha kodlari turadi. Assets papkasida esa loyihaga kerakli statik fayllar, masalan, rasmlar, ikonkalar, fontlar yoki shunga o'xshash boshqa fayllar turadi. Bu fayllar bilan keyingi darslarda to'liqroq tanishamiz. Gitignore bilan ham, bu yerda ESLint konfiguratsiyalari, index.html. Bu asosiy fayllardan biri bo'lib, hamma yozgan kodlarimiz shu fayl orqali foydalanuvchiga ko'rinadi. Package.json. Loyiha haqidagi ma'lumotlar, unda ishlatiladigan kutubxona va skriptlar Package.json ichida joylashadi. Readme. Bu haqida ham keyinroq tanishamiz va Vite.config. Bu faylda Vite konfiguratsiyalari joylashadi. Mana, ikkinchi darsimiz ham tugadi. Bu dars davomida dasturlash muhitini sozlab oldik va Vite orqali qanday qilib React loyiha yaratishni ko'rib chiqdik.